Qarang aka, siz ham tushunmayapsizmi qanaqa video nimaligini? Men ham tushunmadim boshida, keyin ustamiz-u yaniga mashina kirayotgan bo'lsa-ki, bizni sohaga aloqasi bo'lib qoladi-da, jicha-picha deb ko'rib o'tiruvdim. Pastda bittasi setkalarni tortib ketdi. Odam tushib ketmasin deb tortilar ekan o'zi bu setka. Bizda hali odam tushib ketishlari ham bo'ladi-yu, videolarda ko'rganmiz. Keyin qarasam, zamin emaslar. Sarlavhasini o'qisam, Germaniyadagi eng qulay moy almashinuvi deb sarlavha berishibdi, juda go'zal ekan. Servisga baho berishga hojat yo'q, o'zi ko'rib turibsizlar, servis bomba. Xo'p, pastki qismdagi xodim ham, tepa qismdagi ishlayotgan xodim ham o'z ishini professionallari. Sababi bir-biriga kombinatsiya zo'r ishlanyapti. Menga yoqqan tarafi mashinaning egasi roldan tushmayapti-da, planshet orqali xuddi siz mana shu ko'rib turgan 2 etajli, o'zbekchasiga 2 etajli zamin maslani videosini mana shu holatda ko'rib o'tirib tushmayapti. Mana pastki qismni ish tugadi, setkalar tortildi, ish bitdi. Keyin yana bitta kommentariyada o'qib qoldim, yozib qo'yishibdi. Bizda yashiradigan hech narsa yo'q. Faqat bizni tomosha qiling, ishni biz go'zal holatda bitkazamiz debdi. Mana mashinaning egasi tushgani ham yo'q, bo'ldi, ichib ketyapti. Bizda shunaqa zamin masala bo'lsa, mashinadan tushamizmi, tushmaymizmi?